Hazreti Hasan aytadilar, innamal ayyamu salas deydilar. Kunlar 3 qismdir. Mana bu biz yashab turgan kun bor-ku, shu kunlar 3 qismdir. Bir kun borki, u fil amsi, kecha edi, u o'tdi, endi qaytib kelmaydi deydilar. Mana kechagi kunimiz o'tib ketdi-ku. Kechagi kunimiz o'tib ketdimi? Bugun imkoni bormi? Butun dunyo kelishsa-da, o'sha hozir dunyoni o'sha Amerika, Yaponiyalar, butun Yevropalar birlashsinda quyoshni bir qaytarsinchi qani ko'raylik. Ya'ni bir kunimizni qaytarib bersin. Imkoni bormi shuni? Yo'q. Hazrat Hasan al-Basri aytayotdilarki, kunlar 3 qismdir. Biri bor kecha edi, u o'tdi, ketdi, kelmaydi endi deyaptilar. Va yana asarlarda keladi. Har kuni chiqqan kun, quyosh aytar ekan bashariyatga, ammo biz eshitmaymiz uni. Lekin eshitmaganligimiz uchun Rasululloh alayhissalatu vasallam bizga bildiryaptilar. Har kunlik kun aytar ekan. Oy bandalar der ekan. Oy xalq, oy insonlar, men yangi kunman. Mendan foydalanib qoling. Yo sizni yaxshiligingizga va yoki yomonligingizga guvoh bo'lib ketaman. Endi oxiratgacha ketdim, qiyomatgacha qaytib kelmayman der ekan. Har kunlik kunimiz mana shu so'zni aytadi, bizga nido qiladi, ammo eshitmaymiz. Xo'p, Hazrat Hasan al-Basri aytdilarki, kunlar 3 xil. Biri kecha edi, ketdi, kelmaydi. Ikkinchisi desa, biz yashab turgan bugun. Mana bugun mana Xuftonda ham o'qib bo'ldik. To'g'rimi? Undan avval Shomda o'qidik. To'g'rimi? Undan oldin mana asrlarda o'qidik. Shomda taomlarimizni yeb oldik. To'g'rimi? Ana endi bugun Xuftondan keyin hozir sekin uyquga orqadan bomdod keladi. Va yana ikkinchi kunni qismi deyapti. Ikkinchisi bugun yashab turgan kuningiz, lekin u ham tez o'tib ketuvchida deydilar. O'tib ketmadimi bugun kunimiz? Kimlar qilganini qilib qoldi, qilmagan odam, qilmagan inson nadomatda qoldi. Endi uchinchisi desalar al-g'ad deydilar. Ertaga keladigan kun. Endi ertaga qilib olamizda deymiz. Ertaga boru deymiz. U kishi aytadilar, Hasan al-Basri men sizga aytdim, tobiinlarning ulug'laridan Hazrati Anas kabi birlari bir masala bo'lsa, u kishi birinchi javob bersin deydigan maqomdagi buyuk bir zotlar. U zot aytayaptilarki, kunni endi 3-qismi ertaga bo'ladi. Ammo u ertaga bo'ladigan kunda biz bilmaymiz, o'sha kuni yerni tagida bo'lamizmi yoki ustida bo'lamizmi deydilar. Ko'rdingizmi demak? Kunlarimiz azizlar g'animatdir. Bu kunlar fursat